Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun Tracker avtomashinani hadovoyini yumshatish uchun Toshkentga olib keldik. Ustalarimiz zakazga Surxondaryodan keldi. Toshkentda bir 15 ta Trackerlarda qilib qaytib ketadi. Shamsiddin aka, bir tushuntirib bersangiz. Nimalar almashadi? Nimalar bo'ladi? Bu tomondan kelamiz mana. Qaranglar bolalar. O'zini amorzator, orqa amorzatorlar. Amorzator birontasi bo'lmaydi. Biz unga mana bu Cobalt'ni jasab beramiz. Bu olib yumshoq bo'ladi. Cobalt'ki bu. Ha, Cobalt'kini yumshoq variantda jasab berganmiz. Ha, bu qayta perkachga ham munosib qilingan, ha. Endi bu orqaga keladigan bo'lsak, bu orqa cho'loq kutilkalari. Bu radnoy o'ziniki. Ha, o'zini radnoy bu. Aha. Juda ham yumshoq bo'lgani uchun, juda bo'sh bo'lgani uchun urib qoladi. Uni Mana bu plastik deganingiz-mi? Ha, o'shanaqa. Uni joyiga mana bundan tayyorlaganmiz. Meskan tayyorlaganmiz. Xudo xolasa orqasi otmaydi, yurmaydi. 3 yil, 4 yil bemalol ish beradi bu. 3-4 yil. Orqaga qo'yiladi-mi bu? Orqaniki bu. Mana bu oldiniki. Bu oldin. Mana farqi ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu ham yengilligi ham yengil ham yumshoq bo'ladi. Mana bu qattiqroq. Qattiq bo'lgandan keyin mashina o'zini ushlab bera oladi. Ushlab beradi. Shundan sababi orqa purjani. Keyin bular qo'yishda gradusi ham bor deganingiz, o'zi siri bor deganingiz. Boshqalar qo'yibdi. Hozir velkani yechib olamiz. Velkani yechgandan keyin ko'rsatib beramiz unisini, gradusini. Mana bu farqi bo'lyapti. Mana bu orqaniki bu. Purjina. Orqa purjina bo'lyapti. Orqa purjina juda to'g'risi mayda bo'lgani uchun juda otib qoladi bunga. Otmaydigan qilib purjinani almashtiramiz. Qanaqa qo'yamiz purjina? Bormi bizda? Bor, purjinalar hammasi bor. Xo'p, hozir purjina bo'yicha ko'p savol borda. Aytibdi, Cobaltni boshqani qo'ysak cho'kib qoladi debdi. Yoki shunaqa narsa bo'ladi debdi-da. Hozir tushuntirib beraman. Hozir do'stlar, podrobniy hamma narsani bilib olsak, shunga qarab ish qilaveramiz. Trackerimiz orqa rezinka. Mana bunga purjina kiyi kiradi. Purjina kiradi. Mana bu purjina kirgan juda yumshoq. Juda yumshoq bo'lyapti. Juda yumshoq bo'lgani uchun bular ichiga kirib ketadi, ham cho'kib qoladi, ham chapga o'ngga o'ynaganda. Ha, rezinka o'ynaydi. Hech qachon alyumin qo'yib beramiz, bu alyumin o'ynamaydi. ha, tagiga alyumin qo'yiladi. Tagiga alyumin qo'yib beradi, bu alyumin chapga buriladimi, o'ngga buriladimi, otadimi, hech qachon o'ynamaydi bu. Lekin bu rezinka o'ynab ketaveradi, o'tirib ketaveradi. Shuni hisobiga cho'kadi yoki o'ynab qoladi deydi-a? Ha, shunaqa. Chunki mana bu juda qalin bo'lgan. Endi qarang. Qalin narsa mana shuncha kirib ketgan ichiga. Kirib ketgan bo'lgani uchun cho'kib qoladi, suzib qoladi, lekin mana bu alyumin kirmaydi hech qachon. Tushunarli. Mana bu purjinaga keladi. Purjinalar. Qo'lsa mana bunda qo'lsa katta. Qo'lsa katta bo'lgani uchun o'ziga yuta oladi bu. Mana bu purjina o'ziga yuta olmaydi. Chunki juda mayda bu, juda ingichka. Tushunarli. Bizda hozir almashayotgan narsalar ikkita purjina, orqa ikkita amortizator, oldi ikkita amortizatorni ham perkachga qilib o'sha havo beradi, keyin azot. Keyin orqa ikkita salniy blokga almashadi. Mana bu chuloqlari, keyin dabavga qo'yiladi purjinaning ustidan. Mana bular. Bu tomon esa boyagi eskilar. Mana shuni bir tushuntirib bersangiz. Yaxshi ekan. Bu eski. Mana bu endi alyumin qo'ygan sababimiz cho'kib qolmasligi uchun, orqa suzmasligi uchun bo'lyapti birinchidan. Ikkinchidan yaxshi ushlab beradi o'zini. Chunki tagidagi ko'zni ushlab qoladi. Necha foizga o'zgaradi mashina? 90% ga yumshoq bo'ladi. Mana bu orqa cho'loq kutilka bo'ladigan bo'lsa, orqa cho'loq kutilgani uchun mana bu chiqarilgan. Shuncha narsa ko'ringani bilan buni ichida hech narsa yo'q. Mana temirni o'ziga ozgina rezinka ushlatib qo'ygan bo'ldi. Mana bular mana ulangan joylari yo'q. Mana shuni hisobiga. Ha, o'shaning uchun o'zi 70% narsani mana shu bajaradi. Mana bu juda bo'sh narsa, mana qo'lga ham ilinib turibdi. Keyingi narsasi, oldi amortizatorlarni yumshoq qilib azot urib beramiz. Azot balonlarimiz bor. Azot baloni bilan olib kelgan o'zlari bilan. O'zimiz bilan olib beramiz. Mana bu purjinalar. Purjinasi Slavio bo'lgani uchun orqa purjinani qo'yib beramiz, xudo xolasa. Tushunarli. Bo'lsa mana shu общий hisobdan hammasi oldi orqa almashadi. Xizmat haqi, azot urib berishi hammasi $200 ichida. Hammaga narx ma'qul bo'lganligi uchun Toshkentga keldi. Bir 20 ta, 15 ta Cobalt Tracker yig'ilganmiz. Telegram gruppamiz bor, shunga qo'shilinglar. O'sha yerda hamma yangiliklar, qanday yuryapti, biladi hamma Tracker orqasi qattiqligini, shu o'zgarishini, effektlarini gruppada gaplashamiz.
Hech qanaqa mana svarkasiz boradi. Ha. Ko'pchilik svarkalar qilib, sparkalarni qo'yib. Ha, bir videoda ko'rsatgan usta akamiz cheklarni svarka qilib, keyin joyiga qo'yib qo'ygan. Hammasi po zavod bo'lyapti, hammasi. Svarkasi yo'q bo'lsa, yonmo'jiga samolyot xotirsin bo'lmasa, choptiradi shu ham. Endi Svarka qilgandan keyin aytdingiz, boyaga rezinasi erib ketgan, to'g'rimi? albatta aka, endi mana shu joydan svarka bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsa eriydi baribir. Chunki katta bosim bilan qiziydi, eriydi. Ozgina erisa bo'ladi o'sha. Keyin buni chiqarib yuboradi. Qilingan hadovoy bilan 250 km yurdim. Hammaga maslahat beraman, ochiqchasiga aytaman. Hozir mana bu Balishevsklarni o'tamiz. Mana bu yerdan o'tamiz hozir. Yaxshi. Yomon emas. Bosingizlar.